Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Sharq Turkiston masalasida Arab va islom dunyosidagi soxta va yolg'on tashviqotiga qarata Istanbulda 55 ommaviy tashkilot va 30 dan ortiq diniy olimning imzosi bilan birlashma bayonot e'lon qilindi. O'tgan hafta Xitoy doiralari Dunyo musulmon jamiyatlar kengashi nomidagi bir ommaviy tashkilot nomida 14 davlatdan kelgan atalmış ulamolarni Sharq Turkistonning Urumchi va Qashqar qatorliq shaharlarni ziyorat qilishga o'rlashtirgan edi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining uyushtirishi bilan 15 noyabr Istanbul bog'chilaridagi bir mehmonxonada Xitoyning islom dunyosidagi ta'tir tashviqotiga qarshi axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Yig'inda e'lon qilingan bayonotda atalmış Dunyo musulmon jamiyatlar kengashining Sharq Turkiston ziyoratidan keyingi Xitoyni qo'llagan bayonotlari tanqid qilindi. Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va Sharqi Turkistondagi ishg'olning oxirlashi uchun harakatga o'tish chaqiriq qilindi. Fransiya Xalqaro radiosining 13 yanvardagi xabarda bildirishicha, Fransiya Xalqaro gazetining Shanxayda turishliq muxbiri Simon Lipatri yozmasida oshkorlashicha, taxminan 15 yil jarayonida Xitoyda ishlangan kamera va ko'zitish sistemasi dunyo bozorida hukmronlik o'rnini egallagan. Xitoy bu jarayonda qilcha ikkilanmasdan kishilarni eng rahimsiz bostirayotgan diktator davlatlarni ko'zitish uskunalari bilan ta'minlab kelgan. Bildirilishicha, 2014-yili Uganda prezidenti boshqalarga texnik kuchlik zarba bera oladigan yangi qurolni topshirib olgan. U bo'lsa $750 ming 20 ko'zitish kamerasi bo'lib, uningga chiroy farqlantirish texnikasi saplangan. Bu kameraning hammasini Xitoy shirkati Huawei ta'minlagan. Ma'lum bo'lishicha, Birma harbiy hukumati Xitoydan nurg'un ko'zitish uskunalarini setib olgan yana bir mustabid davlat ekan. Oldin qayning 5da tarqalishchan Xitoy virusi cheklamasi boshtilgan Xitoyda ahvol og'ir bo'lgan COVID-19 bemorlarining sonining 100 mingdan oshib ketganligi xabar qilindi. Davlatning Sahiya komiteti davolash boshqarish ishxonasining boshlig'i Chao Yaxuyning aytishicha, og'ir kasal bemorlarning soni 5-yanvar 128 ming bilan eng yuqori saviyaga yetgan. 12-yanvar 105 ming atrofida bo'lgan. Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio Hiroshimada o'tkaziladigan G7 rahbarlari boshliqlar yig'inida yadro qurollari bo'lmagan dunyoning tasavvurini o'ttirg'i qo'yishni maqsad qilganligini aytdi. Bosh ministr Kishida o'zining eng oxirgi bekiti bo'lgan Amerikada o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida bir hafta davomlashgan safarda ayrim-ayrim ko'rishgan Fransiya, Italiya, Angliya, Kanada va Amerika rahbarlari bilan ikki taraflik va rayonlik munosabatni muzokara qiladiganligini aytdi. Xitoy ilmiy tajriba va yer yuzini tafsili kuzatish uchun loyihalangan 2 darajalik yer sharini kuzatish sun'iy hamrohi va Yovgan darajalik harbiy axborot sun'iy hamrohini olam bo'shligiga yuvatdi. Buningdan boshqa Chilo 2 va Chilo 3 yer sharini kuzatish sun'iy hamrohi bo'lgan 14 sun'iy hamroh uzun safar 2 D raketasi bilan Shanshe o'lkasidagi Tayvan sun'iy hamroh markazidan qo'yib berildi. O'zbekiston taratqullari Rossiyaning O'zbekistonga bu davlatdagi tabiiy gaz to'sh sistemasini Rossiya davlat shirkati Gazpromga yetkazish taklifi berganligini xabar qildi. Xabarda yana Rossiya tarafining Qozog'istondan o'tadigan O'rta Osiyo tabiiy gaz turbi yo'li orqali O'zbekistonni Rossiya gaz bilan ta'minlashni o'tirg'i qo'yganligi, buning badaliga Rossiyaning O'zbekistonning tabiiy gaz to'sh sistemasining egidorchilik huquqini va Xitoyga eksport huquqining Gazpromga yetkazishni umid qilganligini o'tirg'i qo'ygan.